Bu darsimizda endi o'zbek tilidan arab tiliga tarjima qilishni ko'rib chiqamiz. 4-mashq. Hop, piyola, finjanun, pero, rishatun, o'chirg'ich, mimhatun, choy, shayun, shakar, sukkarun. Daftar qayerda? Aynal kurrosatu. Aynadan keyin kelganligi uchun kurrosatunni boshiga alif lam qo'yamiz va oxirini tanvinni tushirib yuboramiz. Aynal kurrosatu. Bu yerda. Huna. O'quvchi kravatda uxlayapti. Jumlani ism bilan, ya'ni o'quvchi bilan boshlaganligimiz uchun tilmizunni boshiga alif lam qo'yib aytamiz. At-tilmizu yanamu ala sariri. At-tilmizu yanamu ala sariri, ya'ni kravatni ustida uxlayapti. Bu jumlani ichidagi lug'atlar bu darsda kelmagan. Bundan keyingi darslarda kelgan, lekin tarjima qilib o'tib ketyapmiz. Lug'atlarni keyingi darslarda ko'rib yodlab olamiz inshaalloh. Usmon ovqatni yeyapti. Usmanu ya'kulu at-tabiha. Usmanu ya'kulu at-tabiha. Choyni ich. Ishrobi shaya. Ovqatni yegin. Kulit tabiha. Kulit tabiha. Ey Mahmud, chizg'ichni ber. Ya'ni ber degani hatiya. Mana shundan boshlaymiz. Hatil mistarata ya Mahmud. Ey Ahmad, choynakni ol. Khuz ibriqa shayi. Ibriqa shayda ibriq kalimasi boshida alif yo'q va alif lam yo'q. Harakat bilan, ya'ni i bilan boshlanyapti. Shuning uchun xuzni oxiridagi sukunni kasra harakatiga o'zgartirishga hojat yo'q. Shuning uchun xuz deb to'xtatamiz. Ya'ni xuz ibriqa shayi ya Ahmad deb tarjima qilamiz. Kim bu? Man hada? Bu nima? Ma hada? Bur bilan yoz. Uktub bit tabashiri. Bur degani tabashir. Bur bilansa bit tabashiri, bi bilan boshlaganligimiz uchun tabashirni oxirini kasra bilan tugatamiz. Uktub bit tabashiri. Daftarga qalam bilan yoz. Uktub alal kurrasati bil qalami. Qalam bilan, ya'ni qalam yordamida bo'lganligi uchun bil qalam, daftarga degani daftarning ustiga yozamiz. Alal kurrasati. Uktub alal kurrasati bil qalami. O'quvchi qayerda? Aynat tilmizu. O'qituvchi qayerda? Aynal muallimu. Bu bola qahvani ichyapti. Hazal waladu yashrabul qahvata. Hazal waladu yashrabul qahvata. Wallahu ta'ala a'lam.